Ey farzand, diqqat bilan eshiting. Yaqinda bir juda xunuk voqea sodir bo'ldi. Oldimga bir yoshi ulug' otaxon kelib, farzandlaridan nolib, ularning otasiga berayotgan ozoridan g'am chekayotganligini aytib o'tdi. Otani eshitarkanman, yuragimdan duv-duv yosh to'kildi. Ha, azizlar, yuragimdan. Emishki, farzandlarning aytishi bo'yicha ota ularga yoshligida qaramagan, ularni boqmagan, ularga e'tibor bermagan, ularga mehr bermagan ekan. Bugun farzandlar esli xushli, ibodatli, hattoki haj va umralarga borib kelgan holatda, ammo otasiga qo'pol muomalada bo'lib, otasiga arzimagan pullarni qizg'anib, otasining haqqida bir qancha yomon so'zlarni aytib qarindoshlarga, begonalarga otasini ustidan shikoyat qilib yurgan ekan. Hattoki otasini o'z uyidan, bobosidan meros qolgan, otasiga meros qolgan uydan chiqib ket. Bu uyga men xo'jayinman, buni men o'g'limga deb atab qo'yibman degan holatda, o'zini dang'illama uyi bo'lgan bir holatda otasiga ozor berayotganligini eshitib, anchayin xunob bo'ldim. Bo'lib ham bu voqealarning Ramazon oyida bo'layotganligi har bir insonni qalbiga o'qday sanchadi. Ey farzand, diqqat bilan eshiting. Sizga tegishli mol dunyo, boylik, ulovlar, uy, joy hammasi o'zingiz bilan qo'shilib otangizga tegishli mulk hisoblanasiz. Sizni ustingizda istagancha hukm chiqarishga, basharti u halol bo'lsa, otangiz uchun bunda hech qanday monelik yo'qdir. Es xushingizni yig'ing. Bu aytayotgan gaplarim hamma farzandlarga tegishli emas. Ammo ayrim farzandlar borki, xotinining gapiga kirib, farzandlarining gapiga kirib yoki ko'cha-ko'ydagilarning gapiga kirib, otasiga qattiq ozor bergan holatda otasiga oq bo'lib qolmoqda. Bunday razil ishdan, bunday og'ir jinoyatdan, bunday o'ta katta gunohdan o'zingizni tiying. Otangizni ko'nglini oling, otangizni xursand qiling, otangizni roziligini oling va tavba qiling. Ulug'larimiz aytadiki, ota jannatning o'rta eshiklaridan bir eshikdir. Istasang undan kirib ol, istasang uni zoyi qil. Kim otasi tirik bo'la turib, uning roziligini olmagan bo'lsa, kim otasi tirik bo'la turib, uni xursand qilmagan bo'lsa, aksincha otasiga ozor berib, uni haqorat qilib, uni dilini ranjitgan bo'lsa, bu insonning bu dunyoda ham, oxiratdan ham umidi uzilgandir. Bu insonlar hech qachon yaxshilikka erisha olmaydi. Puli ko'p bo'lishi, moli ko'p bo'lishi mumkin,